Assalomu alaykum, hurmatli ayollarimiz, mehri daryo, qalbi qaynoq, mehribon onaxonlarimiz, go'zallikda tanho, barno va lobar qizlarimiz. Men sizlarni, vohamiz ayollarini 1999-yil ayollar yili bilan 8-mart bahor bayrami, xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan Pitnak shahar ayollari nomidan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilayman. Oilalaringizda tinchlik, xotirjamlik, dasturxonlaringga qut baraka, yurtimizda tinchlik, omonlik tilayman. Shularga Hayvanidor ko'chasida biza bir yor uchradi. Hayvanidor ko'chasida biza bir yor uchradi. Hammaga yor uchrasa biza bir ag'yor uchradi. Hammaga yor uchrasa biza bir ag'yor uchradi. Aylanin yor aylanin men shundan o'zim aylanin. Aylanin yor aylanin men shundan o'zim aylanin. Ko'chaga boqadi, yelkami shamol qaqadi. Ko'chaga boqadi, yelkami shamol qaqadi. Shu ko'chada bir yigitay boy ichimni yoqadi. Shu ko'chada bir yigitay boy ichimni yoqadi. Aylanin yor aylanin men shundan o'zim aylanin. Aylanin yor aylanin men shundan o'zim aylanin. Kim senga bir harf o'qitmish ranjila, aylamak bo'lmas ado oning haqin yuz ganjila. Mana davramizda ham pedagog, ham tadbirkor ayollarimizdan biri, rus ayollarimizdan biri Zoya Aleksandrovna Boymuhammedova qatnashib o'tiribdilar. Bayram tilaklarini Zoya opamizdan eshitamiz. Marhamat. Президент Ислам Абдуганиевич Каримов объявил этот год годом женщины. Наш долг женщин, тем более педагогов, воспитать подрастающее поколение здоровым, счастливым, благополучным. От всей души поздравляю всех женщин Хорезма с первым весенним праздником. Желаю вам крепкого здоровья, больших творческих успехов, теплого семейного счастья, терпения во всем. Şanı şanıdır,
boshim ham dammi masrur budam budamda boshim ham menga hasad menga g'am o'zgaga yor ko'zim menga hasad menga g'am o'zgaga yor ko'zim o'zgaga yor ko'zim o'zgaga yor ko'zim o'zgaga yor ko'zim olam